O'g'lim to'xtang. 5-maktab internati qaysi ko'chada joylashgan bilasizmi? Tavba qildim. Hozir men bu bolaga to'g'ri muomala qildim-ku, nimaga shunday o'tib ketdi ekan? Bular ota-onasi qanaqangi tarbiya beryapti ekan? Hozirgi yoshlarga ham hayronsan, na salom beradi, na bir alik oladi. Undan ko'ra telefon qilib qo'ya qolay jiyanimga. Allo, Hadichaxon yaxshimisan, tuzingmisan? Sen aytgan maktab qayerda joylashgan? Manzilini menga aniq aytib o'rgin. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Hadichaxon yaxshimisan, tuzingmisan? O'qiyapsanmi? Maktabingni ko'rib ketib qopman. Ketdik xola, sizga maktabimni ko'rsataman. Ketdik. Maktabing juda ham chiroyli ekan, menga yoqdi. Bu logoped xonasi. Barakalla, topdi. Xurmoni bo'lingani qani? Barakalla. Kito'radi, orqasiga qaramaydi. Suv, barakalla. Bu xona sensi. Здесь красивая смета музыка. Очень мне нравится. Yaxyaxon, ko'zlaringizni yuming. Yuming, qo'llaringiz bilan ko'zlaringizni yuming va tasavvur qiling. Siz tabiat qo'ynidasiz. Zo'r, maktabing juda ham chiroyli, menga yoqdi. Bu xonada qanaqa mashg'ulotlar o'tiladi? Hozirgi yoshlarga ham hayronsan, na salom beradi, na bir alik oladi. Xola. Ha qizim, maktabing menga yoqdi. O'g'lim, meni kechir. Men haliginda sen haqingda noto'g'ri o'ylabman. Sendan uzr so'rayman. Meni kechirgin bolam.